Mana shu o'g'illari oqqon kasali bo'lgan. O'zlaring bilasizlar, oqqon juda og'ir kasal. Uylaring sotganmiz. Uyimizni sotdik. Ko'rib turganingizdek, mana shu yosh katta ota-onamni uyida o'tiribman. Bitta o'zi ukam nogiron bo'lib qolgan. Mashina urgandan keyin. Hozir vaqt dadangiz bo'ladilar. Dadamlar. Necha yoshdalar dadangiz? Dadam 70 ga kiradilar, xudo xolasa. Akala opalar ko'ryapsizlar, mana shu balacha oqqon kasali bo'lganlik sabab apamiz o'tirib turgan uy joylarini sotib mana ota-onasining uyiga qaytib kelgan. Hozirgi kunda tovuq fermada ishlab farzandini boqadi. Apajon, hozir sizga yordam uy uchun kerak? Menga yo'q, uy kerak emas, yeb ichishimga, kiyishimga hech narsaga kerak emas. Licheniyasiga kerak xolos. O'g'lim bo'lsa bo'ldi menga licheniya qilsa bo'ldi. Doktorlar 90% garantiya bergan. Ukajon, shu nimani qo'ldan boy bermay, bola shirin ekan. Farzandim uchun ko'chada ham yashashga roziman. Shundoq ham 15 yil ijara yurdim men. Apajon, endi bitta savol bersam mayli? Dadasi qayerda bu balacha? Dadasi 5 yil 6 yil bo'ldi Rossiyaga ketib. Voz kechib yubordi bolasidan. Kasalligi sabab. Kasal bo'ldi. Men senga pul topadigan robot emas deb tashadi. Puling yetgancha davola, yetmasa o'lsa o'laversin dedi. Ko'rsin bolasini mana. Ismi nima? Ismi Jonibek. Jonibek aka, mendan xafa bo'lmang. Men shuncha so'radim-da. Dadasi qayerda? Ko'rib turgan bo'lsangiz mana o'g'lingiz. O'zingiz yaxshi bilasiz, sochlari yo'q edi, ximiyoterapiya olib sochlari to'kilib ketganida. Bu balacha mana eski suratini qo'yaylik. Hindistonga borib keldi mana o'g'lingiz. Ancha yaxshi bo'lib qolgan. Yana bir marta yordam kerak. Davolatish. Jonibek aka, qo'lingizdan kelsa farzand sizniki-da, yordam bering aka. Mana xudo xolasa mana ishda bizni ko'rib turgan xalq ham yordam beradi. Xudo xolasa o'g'lingiz tez olib ketadi. Onani yaratmasin ekan. Kirmagan ko'chalarim, taqlatmagan eshigim qolmadi. Yuragimdan ro'shnolik ketdi bolamni kasalini eshitib. Och qoldim, men uysiz yurdim, men hech nimaga olamadim. Shu bolacham uchun iltimos yordam beringlar. Licheniya qilib sog'ayib ketsa bo'ldi, hammasi topiladigan dunyoda yashayapmiz. Sog'lik deb bo'lmar ekan. Apajon, siz bizni qayerdan topib o'rdingiz? Siz chiqargan Behruz degan bolacha bor edi. Bekzod degan bolacha bor edi. 3 yashar. Biz internetga chiqarganmiz. O'sha internetga chiqarganingizdan keyinga yuragimga sal ro'shnolik kirdiki, Zora menga ham shunaqa yordam bo'lib qolsa, o'sha doktorlar Behruzni bo'lmaydi degandi-da, отказ qilgandi. Siz oldimi? O'shani pul mana yordam qildingiz, hozir durust bo'lgan. Doktorlar javob berdi, ishonasizmi? Yaxshi bo'lganmi? 100%, 150% garantiya polniy durust bo'ldi, mana qaytib keldi. Akala opalar, biz Behruz degan balachani 2 yil oldin chiqargandik. Traktorchi edi, uyi hamma narsasini sotuvdi shular. Biz yordam berib internetga chiqardik. Gap pulda emas, bizni internetga chiqarib pul yig'ishimizda emas. Bizni ko'rib turgan odamlar duo qilyapti, duo bilan biz olib ketyapti. Qaranglar. Bo'lmaydi deb doktorlar qaytarib yuborgan. Shu balachani ham ko'p kasallarimizni doktorlar bo'lmaydi degan, lekin xalq duo qilyapti, ko'rib yig'layapti ayrim odamlar ko'rib. Mana o'zim ham ko'zim zo'rg'a turibman-da, pamni ko'z yoshini ko'rib. Duo qilaylar, mana shu ukomiz ham tuz olib ketsin, shu Behruz ukomizga o'xshab. Hozir o'sha ukomiz yaxshi bo'lib kelgan. 2 yil oldin chiqaruvdik. Shu Behruz biz chiqargan kasallarni akala opalar, butun dunyodagi kasallarni duo qilib turinglar. Ilohim hammalari yaxshi bo'lib ketsin. Apa sizda bir oqil karta bormi? Dushanbe City bor. Keyin SHT bor. Tojikistonda Dushanbe City SHT. Tojikistonda Dushanbe Citysi SHT bank. Qaysi telefon numaringiz bilan? +992 71 270 05 05. Mana shu 05 nomerda Tojikistonda Dushanbe City bilan SHT kartasi bor. Apamizning WhatsApplari ham bor, telefon nomerlari ham shu. Boylar ko'rib turgan bizlarning uylariga kelib yordam berib ketinglar, iloji bo'lsa. Apajon, nomi familiyangiz nima chiqadi? Bobomurodova Umida Ilhom Jonimni chiqadi. O'zingizning kartangizmi? Akala opalar, biz duo uchun kelamiz. Shuncha joylarga borayotgan bo'lsak, pul uchun emas, duo uchun boramiz, kelamiz, duo qiladilar.
faqatgina duo uchun kelib yetamizdan karta o'zlariniki kimni qo'lidan kelsa Alloh yo'lida savob uchun yordam beringlar. Karta apamiz o'zlarining nomida. Kelib ko'rib ketinglar. Iltimos Ko'p qilamiz. odamni yordam bilan Allohga shukr mana shunchalik yaxshi bo'ldi. Mana shu posilkamizdan Hasan Husan ukalar, Saidjon ukalar hammasi yordam berishadi. Kim u Har Hasan safar Husanlar? shu sizga o'xshab posilkamizni shunaqangi guruhga qilishgan ekan. Musofirda hammasi Rossiyada. Xudoga shukr har safar aka yordamimiz kerak. Shunaqa Hindistonga bormoqchi edik desam, qo'ldan kelgancha deb bir og'iz yo'q demaydi. Nechi karra qayta yordam berishdi. Shu Hasan Husanlar. Hasan Husanlar, Saidjonlar, Xudoga shukr. Hasan Husan, Saidjon aka bizni ko'rib turganmisiz? Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqangi kambag'allarga yordam berasiz ekan. Akajon, biz haqingizga mana shu ko'rib turganlar duo qiladi. Boyligingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Ota-onangiz hamisha sog' bo'lsin. O'zingiz, farzandlaringiz hamisha sog' salomat bo'ling. Akalar, opalar, mana shunaqangi boylar ko'paysin. Kelinglar mana shu ukomiz uchun yordam beraylik. Mana ko'rib turibsizlar, ota-onalarning uyiga qaytib kelgan tavuf fermada 70 somondan ishlaydi kuniga. Farzandini boqish uchun. Ota-onasi o'zi qari, bitta ukolari moshina urib ketib invalid bo'lib qoldi. Bu uyda boquvchi ham yo'qlar.